Assalomu alaykum. Bahor yoz mavsumi kelgani hisobiga bizlardan yana talablar tushyapti. Boshqacha risonkali uzorlar bilan to'p bilan to'qishni. Bugun biza bonbon hida bonbondan to'p to'qidik. Bundan bitta katta va bitta kichkina to'pcha chiqyapti 50 grammlikdan. Lotusdan 100 grammlikdan ikkita katta bilan bitta kichkina to'pimiz chiqadi. Bitta zanjir olamiz. Mahkamlaymiz. 1 2 3 4 zanjir olamiz. Naketga oldik. Bitta zanjir, bitta ustunchadan 8 ta olamiz. Mahkamladik. Bitta zanjir. Qizlar, mana to'q olganimizdan keyin har qator bitta qator ko'payamiz, bitta qator o'zini to'qiladi. Shunaqa qilib o'zimizga kerak bo'lgancha 7 ta, 9 ta, 11, 13 tagacha xohlagan razmeringizda qilib olishingiz mumkin. Hozir 5 ta qilib 5 tani повтор qildik. Endi keyingi qatorda 7 tali qilamiz. Mana qizlar, biz hozir kichkina razmer qilganimiz uchun mana shu holatda to'xtataman. Sizlar yana davom etishingiz mumkin. Men hozir 9 talikda qildim. Keyin qator sizlar 11 ta qilasizlar, повторni qaytarasizlar 11 tani, 12 ta, buni 15 tagacha qilishingiz mumkin. Razmerini 16, diametrini 16 gacha ko'tarishingiz mumkin. Endi bu yoqqa hammasiga bittadan naketga kirib chiqamiz. Qiladigan xatosi ulayotganda mana zanjirga ulab qo'yishadi ko'pchilik. Hamda zanjirga ulasangiz noto'g'ri bo'ladi. Keyin просто bez naket qilib qo'yishadi. Bez naket qilish kerak emas. Bitta mana zanjirni tashlaymiz, ikkinchi ustunchani tepasiga kichkina petlyani orasiga kirib o'tkazamiz. O'shanda chokimiz bilinmaydi. Endi shuni biz kichkina razmer bo'lgani uchun yana 4-5 qator ko'paymasin, o'z holida to'qiymiz, to'pimiz tayyor bo'ladi.